Iftorlik uchun nima qilishni bilmay o'tiribsizlarmi? Yaqinroq kelinglar, zo'r retsept oldim. Sizlarga ham manzur bo'ladi degan umiddaman. Bismillahir rohmanir rohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga 1 stakan iliq suv solamiz. Bitta choy qoshiqda to'ldirib tuz qo'shamiz. 2 stakan unimizni solib birinchi lopata bilan aralashtirib shunaqa quyuq holatga keltiramiz. So'ng bu xamirimizga yana 1 stakan un solib, qo'limizda o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olishimiz kerak. Shunaqa holatga kelgandan keyin 3 osh qoshiqni to'ldirib, o'simlik yog'i solib, xamirni yaxshilab mushlab, yog'ni xamirga singdirib olamiz. Yog'ni oxirrog'ida solsanglar, shunaqa ko'rinishda chiroyli xamir bo'ladi. Endi bu xamirimizni ustini yopib 4-5 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Bu orada ichiga solish uchun qiymasini tayyorlab olamiz. Bitta dona piyozimizni maydaroq to'g'rab, ozgina o'ldirib, qiymamizni qo'shamiz. 200 gram atrofida qiyma ishlatamiz. Qiymani ham shunaqa chiroyli qilib qovurib turib, tuz, tabga ko'ra, ozgina qora murch ham qo'shib yoramiz. Yana yaxshilab aralashtirib, ustini yopib 15 minut dimlab qo'yamiz. Bu orada mana xamirimiz ham yaxshi tinib oldi. Men orada xamirni bitta mushlab tayyorlab qo'ydim. Endi bu xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Shu xamirni yarmini 6 ta bo'lakga bo'lamiz. Hammasi bo'lib 12 ta xamirlarni bo'lib tayyorlab olasizlar. Qo'limizda shunaqa mushlab, zubala holatiga keltiramiz. Xamirlarni yana idishimizga solib 3-4 minut tindirib olamiz. Bitta boshqa idishimizga yarim stakan unga yarim stakan kukuruz kraxmalini solamiz. Endi tinib turgan xamirlarimizni bitta-bitta olib turib, shu tayyorlab aralashtirib qo'ygan unli massamizdan ko'proq sepib, juva yordamida shunaqa ko'rinishda kattaroq qilib ochamiz. Mana shunaqa ko'rinishda ochib turib, ustlariga ham unli massadan yaxshilab sepib olinadi. 4 ta xamirni xuddi shu ko'rinishda katta qilib ochamiz. 4tasini tayyorlab yoyib olamiz. Jahora kraxmalni solsanglar, unlar bir-biriga yopishib ketmasdan chiroyli ochiladi. Mana shu ko'rinishda 4 ta xamirni tayyorlab oldik. Ustma-ust qo'yib, ustiga unli massadan ko'proq sepiladi. Keyin hammasini bittada juva yordamida ochamiz. Shunda ishimiz tez bo'ladi, oson bo'ladi. Mana orasiga yopishmasdan chiroyli ko'chib chiqadi xamiringlar. Agar kichikroq ochib qo'ygan bo'lsanglar, yana juva yordamida ozgina yurg'izib yuboringlar ustidan. Shu ko'rinishda katta qilib ochib, eritib tayyorlab qo'ygan 200 gram margarinimizni hamma yog'iga yaxshilab surib olamiz. Margarinni yaxshilab surib, bitta osh qoshiq to'ldirib, pishirib qo'ygan qiymamizni ham solib, keyin bularni konvert shaklida o'raymiz. Orasiga ozgina xamir ustidan margarin surtamiz. Mana shu ko'rinishda tayyorlab, o'rab tayyorlab olinglar. Men hozir sizlarga yana boshqacha usulda tugilishini ham ko'rsataman. Qaysi biri sizlarga manzur bo'lsa, shu usulda tugib olinglar. Katta qilib ochib olingan xamirlarimizga qiymasini joylashtirib, shpatula yoki pichoq yordamida ikkita yon tarafini kesib olamiz. Mana yon tarafini o'rtasini uzmagan holda kesib turib, bu ko'rinishda tugamiz. Bu ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Sizlarga qaysi biri ko'proq ma'qul kelsa, shu ko'rinishda tugib tayyorlab olinglar. Hamma xamirlarimizni ketma-ket ochib, xuddi shunaqa qilib tugib tayyorlab, tovaga ozgina yog' solib turib, o'rta olovda pishiramiz. Baland olovda pishirmanglar, o'rta olovda pishirish kerak. Aylantirib, chiroyli rangga kirgizib pishiriladi. Baland qilib qo'ymanglar, ichlari xomroq bo'lib qoladi. Pastroq olovda, o'rta olovda shunaqa chiroyli qilib qizartirib pishirib olinglar. Iftorlik uchun juda ham noodatiy, mazali, yegulik bo'ladi. Yupqalarga ham o'xshab ketadi. Albatta tayyorlab ko'rishinglarga arziydi. Pishgan yeguliklarimizni tovamizdan ko'tarib, idishlarimizga olamiz.
Qolganlarini ham mana hammasini shu ketma-ketlikda chiroyli qilib pishirib olamiz. Men sizlarga hozir ichlarini ham ko'rsataman. Ranglari ham judayam chiroyli, mazasi ham rosa zo'r bo'ladi. Ichlari bilan yaxshi pishib chiqadi. Bunaqa balon oluvda pishirmadik. Ichi bilan yaxshi pishadi, xavotir olmanglar. Mana ichlarini qaranglar, qavat-qavat, ustlari kumur-kumur, ichlari yumshoq, rosa mazali, ajoyib yegulik bo'ladi. O'zgacha nimadirlar tayyorlagilar kelsa iftorlikka, shu usulda ham tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham manzur bo'ladi degan umiddaman. Mana hozir sizlarga boshqalarini ham kesib ko'rsataman. Ranglari ham juda chiroyli, mazalari ham rosa zo'r bo'ladi. Lavash xamiriga ham o'xshab ketadi xamiringlar. Mana bunisini ham ichlarini ko'ringlar. Judayam shirali, mazali, ajoyib yegulik. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringlar uchun o'zinglarni asranglar.